Tutunli granatalardan PUBG Mobile'da keng foydalaniladi. Ular portlovchi granatalar kabi ko'p maqsadlarda ishlatiladi. Bu granata asosan himoya va mudofaa maqsadida ishlatiladi. 40 soniya mobaynida davom etadigan tutunli bulutni hosil qiladi. Bu tutun dushmanning ko'rish qobiliyatiga jiddiy ta'sir qiladi. Shu sababli uning qanchalik foydali ekanligini tushunish qiyin emas menimcha. Masalan, biror jamoadoshingiz nokaut qilindi deylik. Uni qutqarishga kirishdan oldin uloqtirishingiz mumkin. Dushmandan yashirincha harakatlanish qiyin joylarda, o'yin zonasi yoki otlangan manzilingizga yetib olguncha bir qancha tutunli granata otib yashirishingiz mumkin. Ulardan dushmanlar sizni ko'rishlaridan yoki teskari tomonga otib dushmanni chalg'itishingiz mumkin. Dushman sizni nishonga olib turgan bo'lsa, uning ko'rish qobiliyatini cheklash uchun tutunli granata otib hujum qilish yoki qochib ketish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Barcha imkoniyatlar sizga qarshi bo'lganida, o'zingiz va dushmanni tutunga burkab, vaziyatni tenglashtirishingiz mumkin. Siz dushmanni, dushman esa sizni ko'ra olmaydi. Tutunlar orasida dushman qadamlarini diqqat bilan tinglab, hujum qilishga qulay fursatni kuting. Bundan tashqari, tutun transportlarni himoya qilishda ham asqotadi, chunki u dushmanlarga transportni ishdan chiqarishga imkon bermaydi. Tutunli granatalarga oid bugungi ma'lumotlar shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha